Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Navbatdagi darvozamizni ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ishlab chiqarish manzilimiz Namangan shahrida joylashgan. Bu darvozamiz shtampovka shohona darvoza hisoblanadi. Razmerlarimiz ichki razmeri 3 metrga 3 metr bo'lgan. Bu yoqlarga profillarni ishlatganmiz, 6 qator profillarni 1-2 yillik bo'ladi. Gruntovkalarni sepilgan, avtomobilning kraska, avtomobilning laklardan foydalanganmiz. Atnalichkalarimizni 43 santimetrdan qilib ishlab berganmiz. Bu mana so'kullarimizni ham pastroq, balandroq qilish mumkin. Buni o'zingiz xohishingizga qarab aytasiz. Mana yon tomonlarimiz ham mana shu tomonlari ham 18 santimetr bo'ladi. Bu ham kvadratga yuradi. Bu ham o'zigacha vid beradi. Darvoza ichkariroqda, bu yog'i shohona bo'lib turibdi. Yuqorisi 65 santimetrli taxiya bo'lgan. Ichlari mana 18 santimetr. Buni ham atnalichka bo'lgan. Yollari, taglari shivellar bo'ladi. Kimda kimga bu darvozamizni narxi qiziq bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqing. Ekran ustidagi raqamlarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustonovka xizmatlarini hisobga olgan holda sizlarga narxini aytib beramiz. Salomat bo'ling, e'tibor uchun rahmat.